Tamet kuzatuvchilari, bugungi rejalashtirilgan operatsiyamiz 10 tizza bo'g'imi medial menisk jarohati, ya'ni medial menisk qisman rezeksiyasi amaliyoti bajariladi. Artroskopik usul orqali bunda yirtilgan menisk bo'lagini olib tashlanadi kichik kesmalar orqali. Bemorimiz ertadan boshlab bemorlar turib yuradi, 10 kun reabilitatsiya saqlashadi. Undan keyin bemorlar kundalik ishlarini qilsa bo'ladi. Bemorimizga sog'lik tilab qolamiz. Operatsiyadan birinchi kun og'riqlarsiz harakat qilyapti. Mana turib yurishyapti. Kecha operatsiya bo'lishgan. Bugun bemalol harakatni boshladi. Mana Abdurahmon aka, operatsiyaga 2 hafta bo'ldi o'tganiga. Hozirda sizda qanaqangi o'zgarishlar bo'ldi? Qanaqangi his qilyapsiz? Oyoqlar yaxshi, xudo xolasa, yurishlar joy-joyida hamma yo'q. Xudo xolasa mana bugun iplarni oldirdik. Hammasi yaxshi. Sizlarga ham rahmat. Oilam bor.